Bir brat yazıptı. Ökecan, dokun etse Bekecan mayına 3 blok Bürünü halkına tarqatib yuboring degan ekan. Qani ketdik unda. Bürünü halkına 3 blok may tarqatdim degan ekan. Nurlubek optim aytdi. Davay 3 blok emas, 6 blok yuboringlar dedi. Alına onda videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo qalasa 6 blokni Bürünü halkına tarqatib beramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Ağa mana duo etib qo'ying. Duo etib qo'yasiz apa. Bekecan maylari eng toza maylar, eng sifatli maylar bo'ladi. Ovqat pishirgan vaqtingiz mazasi o'zgacha bo'ladi. Bemalol foydalanaveringlar, Bekecan. Yaxshi, ko'rib turganlaringizda mana уже 3 blok tamom etdik. Bu yoqda yana 3 blok qoldi. Kelaveringlar, mana besplatli maylar bor. Ha, Nurlubek optimdan. Mana bir yaxshi duo etib qo'ysangiz bo'ldi. Ha, kek bilan ozroq qoldi, besplatli may tarqatib o'tiramiz buni. Bekecan may firmasining atidan, keyin Nurlubek optimning atidan sog' bo'linglar. Hammaga beramiz. Mana duo etib qo'ying. Prost yaxshi niyat. Qani ketdimi? Xudo qalasa bilan 6 blok mayda Bürünü xalqına tarqatdik. Agar video yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'ying. Keyingi shartingizni kommentariyada yozib ketishni unutmang.